Assalamu alaikum, hurmatly mekendeshler, tugandar. Bugün 15 may Жалал-Абад шаарында жүрөбүz. Орус базар барахолка ярмаркасынын бааларını билейип өтүп кетейин, туугандар. Сиздер видеобузга алдындан лайк кнопканы аябай басып койсоңор, каналга катталбагандар каналыбызга катталып койгула. Кандай бүйүмдөр бар, жалаң сиздерге тартып өтүп кетейин, туугандар. Так, бул жакта мындай трос алып чыгат аба. Har qanday var. Zapchastlar degan mashinachilarga, haydovchilarga kerak. Qanchadan ekan bu? Troslarınız. 350 so'mdan, ha? 5 metr. 5 metrliklar. Ammo qalınlari qanchadan ekan? Qalınlar 400 so'mdan. 400 so'mdan ekan, tug'anlar. Mana, sonun troslardagi bar bizde. Nazır velosipedde krilalarını tartib ko'rsatib ketayin. Ural taksiler ne çıkıyor? Krilolar qanchadan жаңы? 200 so'mdan, ha? Kemi var 200 so'm. Tak, покрышкалар тартқан мына кемне. Bu velosiped zapchastlari tug'anlar. Aka? O'zbekiston futbolkasi ekan tug'anlar. Qancha so'mdan beritasiz? 100 so'mmi? Ha, 100 so'mdan futbolkalar var ekan tug'anlar. Bir Optumga ham bor-ku? Optumga ham bor. Сөйлөшөбүзбү? Bekiling nomeringiz yaqinroq keldi, nomeringizni aytib qo'ying. 555. Ha. 55 48 24. Optumga nomerga baylanib сөйлөсөңөр болот. 100 so'mdan ekan tug'anlar. Мына gilemlerim chiqib qolibdi rejamga. Munolar 2000 so'mdan ekan. Muna cho'ngi 4000 deydi. Bu cho'ngi bo'lib 5 ga 3 olsa kerak. Munolar 2 ga 3 4 qara balta 2000 so'mdan ekan. Tug'anlar bu жақта velosiped бар ekan, sonun importный. Na, скоростной. 15 000 so'm so'ratadi ekan basi. Yevropaning velosiped ekan tug'anlar. Na, nomeringizni aytib qo'ysangiz qoldirib qo'yaylik. Biri jaqtirsa chalat. Olib ketkisi kelsa sizdan so'rab olib ketadi. Ayting. 552. 552. Aytaylik. 01 03 40 o'sha nomerga chalib avommen so'rab velosipedini ko'rib olib ketsangiz bo'ladi tug'anlar. 15 000 so'm turatadi. Bu yoqda mana tarsovka apparat bor ekan tug'anlar. Ishtaydi aka Jalal. İşteydi. Jalal ishtaydi. Qancha so'ratasiz bas? 15 000 so'm. Nomer telefoningizni qoldirib qo'yaylik. Chalib, bu aytaylik. 72 menen 44 77 72. O'sha nomerga baylansanlar, shu tarsovka bo'yicha so'rab, ko'rib, qanday qilib olib ketamiz deb so'zlasha olsanlar bo'ladi tug'anlar. Iki положение beraqadan. Iki положениеda. Bular esimda tug'anlar. Alyumin plastik kesat. Aynek jasat. Aynek jasay turganlarga ham ayoy kerakli buyum ekan. Nomerga baylanishib, shu so'rab qanday olib ketsak bo'ladi deb so'zlasanlar bo'ladi tug'anlar. Bu yoqda tug'anlar kolonkalar bor ekan, menda eski kolonkadan. Komplekti 8000 so'm deydi. Sonun ekan, ha? Mana bir shtugi qancha aka? 3000 so'm, ha? Bu o'zingizlar ishtaydi, ha? Podключение qilsangiz. Tug'anlar eski kolonka 3000 so'm ekan. Mana ikkosi kichkina ekanlar. 1000 so'm, ha? Bu akam shunday bunday buyumlari bor-da, ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Hozir nomerini qoldirib qo'yim. Сөйлөшүп kolonka bo'yicha chalib olib ketsangiz bo'ladi. Ayting nomeringiz. Ha, ortida turadi. Nazır ko'rsatib qo'y. Shu nomerga baylansangiz, сөйлөшүп olib ketaverasinglar kolonka bo'yicha. Mana tug'anlar bu yerda avto unaga to'shaklar bor ekan, komplekt. Har qanday turi bor ekan. 500 so'm dedingiz-a, komplekt 500 so'm ekan komplekt tug'anlar. Shunday mashina mine turgan akalarga kerak bo'lsa Orus bozoriga kelib olib ketsangiz bo'ladi. Ta bu yoqda buyumlari ko'p bo'lganday. Mana 7000 so'mga bunday velosiped bor ekan tug'anlar. 7000 so'm sportivniy sonun состоянияda. Va pol avtomat qancha so'm aka? 3000 so'm kemi bor ekan, bunday cho'ng pol avtomat bor ekan tug'anlar. Na gurishlar ham bor ekan tug'anlar bu yerda. Alanga 76 so'm. Kelte 3 kilogrammi 100 so'm. Tak bu qaysi yerki? Jasas
Жасасын deydi. 85, 55, özgön gürüş 145, 52 so'm tuğanlar. Şunday, Orus bazarına gürüş hem alıp ketsenger bolot. Bağlarını görüp tasınlar arzan. Bizde gürüş törem çıkıp kalıptır tuğanlar şunday. Sonun. Ne? Titanic mangal alatavuz tuğanlar. Dosken malatat. Şunday sonun mangal çıkıp kalıptır. 2,5 ming so'm surabata. Удобный, да, мынандай әке? Титаник екен.